Sharq Turkistonda yana bir diniy olim shahid qilindi. 1932 yili tug'ilgan va 22 yildan buyon Xitoy turmusida yetayotgan Abdul Ahad Qutlug' Qorajimning 2019 yili 24-may juma kuni Xitoy turmusida shahid qilinganligi ma'lum bo'ldi. Sharq Turkistonning G'ulji noyisidan bo'lgan Abdul Ahad Qorajim 500 dan ortiq o'quvchi yetishtirgan. Alloh yotqa yerini jannat qilsin. 57 a'zo davlati bor bo'lgan Islom hamkorlik tashkilotining yig'ini Makkada ochildi. Musulmon xalqlar uchrayotgan zulm va kishilik huquq tajovuzchilari muzakkar qilingan yig'inda musulmon bo'lganligi uchun zulm va assimilyatsiyaga uchrayotgan Sharq Turkistonliklarning ahvolining tilga ilinmasligi diqqatni tortdi. 28 may Saudiya Arabiston podshohi Salman ibn Abdul Aziz Xitoy raisi Shi Jinping bilan rayon va xalqaro masalalar haqida ko'rishgan edi. Amerika Mudofaa Ministrligining Xitoyda xumor bo'lishni azaytadigan va tabiatda kam uchraydigan hamda mudofaa texnikasida ishlatiladigan elementlarning yerlik ishlab chiqarishi uchun federatsiyadan xomchot talab qilganligi bildirildi. 5 burchaklik bino oz uchraydigan elementlar haqidagi dokladini Oqsaroy va majlisga sundi. Dokladga doir tafsilotlar o'ttirg'i chiqmagan bo'lsa-mu, lekin Amerika taratqullarining bildirishicha, dokladda tabiatda oz uchraydigan elementlarning ko'pinchisining Xitoydan import qilinishining og'ir bir xavf akildiganligi ta'kidlangan. Oqsaroy Davlat bexatarlik majlisi John Bolton Arab Birlashma Xalifaligining Fujayra porti atrofida 4 savdo paraxotiga qilingan hujumning orqasida Eronning qo'li borligiga doir dalillarning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga sunilganligi bildirildi. Oqsaroy Davlat bexatarlik maslahatchisi John Bolton oldingi kuni rayondagi xavfsizlik krizisi haqida muzokara olib berish uchun Arab Birlashma Xalifaligiga kelgan edi. Turkiyaning Rossiyadan S-400 mudofaa sistemasini setib olishi Amerika bilan Turkiya orasida surkilishga sabab bo'lmoqda. Bu jarayonda Turkiyaning bu mudofaa sistemasini janubiy qismidagi sohillarga o'rnashtirishni o'ylashadiganligi o'ttirg'i chiqdi. Bloomberg agentligining 4 manbaga asosan bergan xabarda aytilishicha, Qibrus bilan talash-tortish yuz berganligi uchun Turkiya bu mudofaa sistemasini janubiy qismga o'rnashtirishni planlamoqda. Manbalar S-400 uchun faqatla O'rta dengiz sohili emas, balki boshqa joylarning ham mumkin bo'ladiganligini bildirdi.